1 kvadrati 140 ming so'mdan lesasi, rekasi, samarasi, ustunovkasi yetkazib kelishi ichida tunikasi Toshkent metallurgiya zavodining 04 qanligi tunikasidan foydalanganmiz. Ishimizning sifatlarini bemalol burchaklarini yaqinroqdan ko'rib, liniyalarni vanlab berganmi yo'qmi tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Video davomida mana shu tunikafon ishimiz haqida batafsil ma'lumotlarimizni hamda tunikafonga oid bo'lgan yaxshi foydali ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham Erkin Tunikafon kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, kun mo'yinda mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz do'stlar. Videomiz boshidan esa shapkamizning razmerlarini aytib o'tamiz. Shapkamizning narigi burchagidan aylanib eng oxirgi qismigacha hamda ko'cha shapkamizdan birgalikda hisoblaganimizda umumiy uzunligi 50 metr, chiqqan razmeri 120 sm hamda ravatxonamiz eniga 4 metrlik, uzunligi esa 12 metrlik. Hamda mana bu joylarni ham tunikafonni o'rab berilgan. Shu joyimizni umumiy tunikafonni 2 kvadratiga hisoblaganimizda atiga 170 kvadrat tunikafonni ishlatdik. Tunikafonimizning 1 kvadrat metrini boshlab o'tdik. 140 ming so'mni hamma rasxod ichida qilib beryapmiz do'stlar. Xizmatlarimiz hozircha vodiy bo'ylab o'zimiz Andijonda Asakasidamiz. Ko'rib turganlaringlardek chokistanovarimizdan 1 metrini hamma rasxod ichida atiga 70 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz. Uyimizni mana shunday chiroyli bo'lib bitishiga, uy egalari boshqa ortiqcha narsaga ovora qilmagan hamda xarajat qilmagan holda umumiy 27 million so'mga mana shunday go'zal bo'lgan tunikafon ishimizni qilib berdik. Alkafonga o'xshash. Endi do'stlar, sizlarga qimmatbaho bo'lgan tunikafonga oid bo'lgan foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xonadonlarga tunikafon qildirayotganlarda aynan mana shu fasonda tunikafon qildirishinglarni tavsiya beraman. Tunikafonni kvadratga hisoblaganda ko'payib ham ketmaydi hamda modasi ham o'lmaydi, skromniy bo'lib chiqadi. Ko'rib tursa, hamma joyga oppoq однотонный ranglardan foydalanganmiz. Shapka qismimizni ham ko'rib tursa, juda ham chiroyli fasondagi ishlarimizni qilib berganmiz. Uni oppoq fasonda, lentasi, kasetasi, karnizlarigacha hamma yo'q oppoq. Ko'zda charchatmaydi hamda oppoq ko'rib tursa, hamma joyda treventinlar ham oppoq bo'lib, uyda yana ham chiroyli qilib tashyapti. Faqatgina ko'rib tursa, ajralib turish uchun mokriy svetdagi tanuvlarimizdan lentalari ham ko'rinmaydi. Mana shu burchakdan oxirigacha bitta butun bo'lib chiqadi. Mana bunday chig'anoqlarni ham mana shu narxda ichida o'rnatib beramiz. Ko'rib tursa, juda ham chiroyli. Uzoq yillik stajga ega bo'lgan tunikafon ustalarimizdan mukammal darajadagi tunikafon ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Yana sizlarga bitta foydali ma'lumot. Mana shu kasetamizni ko'rib tursa, bitta butun qo'yilgan, o'rtasida hech qanaqa lenta yoki kesib turib, o'rtasiga yoki fiskli orqali ulanmagan bitta butun, orqada kichkina bolachasi ham butun qilingan. Karnizimiz ham burchakdan juda ham ideal chiqarilgan. Ishni sifatini aynan burchaklardan ko'rsa bo'ladi. Mana bunday ketgan liniyalarni ko'rib tursa, vanna berganmi, yo'qmi, ko'rib tursa, bu joyini ham bitta butun qilib ko'rib qismimizni burib, hamda ichkarisigacha qilingan. Ko'pchilik mana shu joylarga tashqi burchak qo'yish mumkin. Shu joylarni ham bitta butun qilingan. Xo'rovatimiz ochilganda tepa tomonda ko'rib tursa, aks paydo bo'lyapti. Tunikafonni valni berganda shu joydan bilsam bo'ladi. Agar mana bu valni bergan bo'lsa, mana shu joylar shuni o'ynab qolish, shunaqa joyda bittada bilinadi do'stlar. Ko'rib tursa, juda ham sifatli bo'lib chiqqan. Inshaalloh 2026-yilda niyat qilganlar bo'lsa, mana shu videomizga bir dona like bosib, uyini tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga aynan mana shu videoni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Sababi sifatli tunikafon hamda hamyonbop narxlarda tunikafon xizmatlarimizdan butun vodiy bo'ylab qilib beryapmiz. O'zimiz Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan ishxonamiz do'stlar.